ishini bajaryapti. Keladi ofisga, kechki payt pulni olib kelib beradi, o'tirib tekis qilib tahlab sanaydi, qabul qilib oladi, ikkiga bo'ladi-da, yarmini bu do'stiga beradi, yarmini o'ziga oladi. Birovdan rahmatni kutma, qilgan yaxshiliging uchun. O'zi hozirgi kunda savob qilib bo'lmaydi. Bu gap odamlardan qilgan yaxshilik uchun minnatdorchilik kutayotgan odamdan chiqadi. Musulmon odamdan hech qachon bunaqa gap chiqmasligi kerak. Chunki u mukofotni Allohdan kutadi. Va ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha wajhi robbihil a'la va la sawfa yarda. Abu Bakr Siddiq haqida nozil bo'ldi bu oyat. Uning huzurida, taqvodor Abu Bakrning huzurida hech kimga qaytariladigan yaxshilik yo'q. Ya'ni Abu Bakr Siddiq kimga yaxshilik qilgan bo'lsa, kimga info ihson qilgan bo'lsa, illa bitigha wajhi robbihil a'la. Oliy bo'lgan Robbini yuzini ko'zlab qildi. Odamlardan kutmaydi. Vala sawfa yardo. Va o'zi ham yaqinda rozi bo'ladi. Parvardigorning jannatga kirganda rozi bo'ladi. Birodarlar, biz bironta bir xayrli ishni qilsak, bironta bir savobli ishni qilsak, odamlardan qaytishligi uchun qilmaymiz. Ma'qulmi? Alloh azza va jalla bandalarni yaratdi. Bandalar Robb subhanahu va taoloni zikr qilishlari uchun, parvardigorlariga shukr qilishlari uchun. Lekin odamlarning ko'pchiligi buni o'rniga Allohdan boshqaga ibodat qilishdi, Allohdan boshqasiga shukr keltirishdi. Chunki odamlarning ko'pchiligining tabiatida nonko'rlik, noshukrlik, kufron ne'mat degan narsa bor. Odamlarning ko'pi nonko'r bo'ladi. Agar birodar sen shunga o'xshagan odamlarga ro'baro bo'lsang, shunga o'xshagan odamlarga saxovat qilsang, ihson qilsang, yaxshilik qilsang, uni bilishmasa, qadrlashmasa, past sanashsa, unutishadigan bo'lsa, bu ham yetmagandek, seni shuncha yaxshiligingdan foydalanib turib, senga adovat qilayotgan bo'lsa, gina kudurat hasad qilayotgan bo'lsa, adovat quroldan senga qaratib toshlar otayotgan bo'lsa, xafa bo'lma. Sen ularga faqat yaxshilik qilding xolos. Astagfirullah. Va ma naqamu illa an aghnahumullohu va rasuluhu min fadlihi. Ular munofiqlar deydi Alloh Qur'onda. Faqatgina Alloh va uning payg'ambari ularni o'z fazli karamidan boy badavlat qilib qo'ygani uchungina Alloh va rasulini yomon ko'rishdi. Munofiqlar nima uchun yomon ko'rishdi? Yaxshilik qilib qo'yilgani uchun. Albatta har qanday odam bilan gaplashib o'tirsangiz, hayotida shunga o'xshagan nonko'r odamga uchraganligini gapiradi. Falon ishlarni qilganman, falon deb bir yaxshiliklarim foydam tekkan, lekin u menday qilib ketdi. Ota o'zini o'g'lini unib o'sish uchun hamma narsani muhayyo qilib berdi. Yedirdi, ichirdi, kiyintirdi. Bolam uxlasin deb o'zi uxlamadi. Bolamni qorni to'ysin deb o'zi och qoldi. Bolasi rohatlanish uchun o'zi mashaqqatga kirdi. Ta'lim tarbiyasiga e'tiborli bo'ldi. Bola ulg'aydi. Bilagiga quvvat kirdi. Bo'yi cho'zildi. Mana endi kuch-quvvatga to'lgandan keyin otasiga quturgan itdek tashlanadigan bo'ldi. Otasiga bepisand bo'ldi. Ota uchun turgan bitgani mashaqqat bo'ldi. Shunday qilib bu bola otasiga, qiblagohiga oq bo'ldi. Qarang, o'zini otasiga oq bo'ldi. Otasiga nonko'r bo'ldi. Nima uchun? Chunki tabiatida mana shu nonko'rlik degan sifat bor. Buzuq, noshukur, nonko'r tabiatli odamlarga qilgan yaxshiliklaring kuyib ketadigan bo'lsa, birodar, xotirjam bo'l. Bu qilgan ishingning mukofotini xazinalari bitmas tuganmas bo'lgan Allohning huzuridan umid qil. Ajri savoblarni kutgin. Biz bu gaplarimiz bilan shunaqa yomon tabiatli odamlar bor. Shuning uchun ularga hech qachon yaxshilik qilmanglar, umuman yaxshilikdan to'xtanglar demoqchi emasmiz. Aslo. Biz bu so'zlarimiz bilan ana shu yaxshiliklarni qilganingizdan keyin odamlardan minnatdorchilik, shukr, rozilik kelmaydigan bo'lsa, xafa bo'lmang. Chunki shunaqa odamlar borligini eslatib qo'ymoqchimiz xolos. Birodan minnatdorchilikni kutma. Birodan shukrni kutma. Kutma birodan yaxshilikni. Shunda ular nonko'rlik qilsa, xafa bo'lmaysan, chunki kutmagansan, shunga tayyorsan. Yaxshiligini qadrlashmasa, xafa bo'lmaysan, tayyorsan, bilasan odamlar tabiatini. Endi mabodo birontasi seni minnatdorchilik bildirib qoladigan bo'lsa qilgan yaxshiligingga, bu narsa sen uchun surpriz bo'lib qoladi.
Tushunarlimi? Shu yerda siz yaxshilik qilib turib, o'zingizni xuddi mana yonib turgan lampochkaga qiyos qilib oling. Lampochkaning ichidagi volframi qizib yorishadi, yonadi, tashqariga issig'i ham, yorug'i ham tegadi, lekin uni o'rab turgan shishasi unga shamollarni, boshqa narsalarni ta'sirini yetkazmaydi. Uni ishi yonish, yorug' tarqatish, isitish. O'zini ishini qiladi, ustidagi shisha unga tashqaridan bo'ladigan ta'sirlarni to'sib turadi. Yaxshilik qilavering, yorug'ingiz chiqsin, issig'ingiz yetsin, odamlarga manfaatingiz yetsin, ulardan keladigan narsaga parvo qilmang, birodar. Yaxshilikni Allohning yuzi uchun qiling. Shunda har qanaqa holatda ham siz nimada bo'lasiz? Siz yutuqda bo'lasiz. Qilayotgan yaxshiligingiz faqat Allohning roziligi uchun bo'lsin. Yaxshilik ko'rgan odam nonkor bo'lsa xafa bo'lmang. Chunki siz kim uchun qildingiz? Alloh uchun. Undan qaytish uchun emas. Astagfirullah. Va ma as'alukum alayhi min ajr. In ajriya illa ala robbil alamin. Men degan payg'ambarlar, bu da'vatim uchun sizlardan ajr mukofot so'ramayman. Meni ajr mukofotim faqat barcha olamlarning parvardigori bo'lgan Allohning zimmasidadir. Musulmon odam odamlardan kutmaydi. Astagfirullah. Qul ma sa'altukum min ajr. Ayting, men sizlardan bironta bir ajr mukofot so'rayotganim yo'q. Fa huwa lakum. Ya'ni men sizlardan biron bir ajr mukofot so'ramasman, shu mukofot sizlarga bo'lib qolaversin. In ajriya illa alalloh. Meni ajrim Allohning zimmasida. Va huwa ala kulli shay'in shahid. Alloh barcha narsaga guvohdir. Demak, yaxshilik qiling, bandalardan kutmang. Shunda qaytmasa, tayyorsiz bunga. Mabodo minnatdorchilik qaytib qolsa, bu sizga surpriz bo'ladi. Undan tashqari Allohga hamd sano aytgan birodar sen. Chunki seni Alloh taolo muhsinlardan qildi. Seni Alloh taolo ato qiladiganlardan qildi. Ana ularni esa ulardan qilmadi. Allohga hamd ayt birodar. Chunki bergan qo'l baland bo'ladi, olgan qo'l past bo'ladi. Alloh seni oliy qo'llardan qildi. Kutma minnatdorchilikni. Astagfirullah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa wala shakura. Biz sizlarni yolg'iz Allohning yuzi uchun taomlantiramiz. Sizlardan bu ishimiz uchun biron mukofotni ham, minnatdorchilikni ham kutmasmiz. Bilasan, Alloh uchun qilish kerakligini. Bilasan, odamlarda aksariyati nonkor, noshukur bo'lishini bilib turib, ba'zida xafa bo'lib qolasan odamlardan. Qaraya deydi. Rossiyadan kelayotgan odamlar, o'sha Rossiyada yashayotgan odamlar uni mashinasiga o'tkazib, aeroportga olib kelib kuzatib qo'yadi. Endi hali o'zini yurtiga kelib olgan, telefon qilib turib, "Rahmat birodar, yetib oldim" deb telefon qilib qo'ymaydi. Bo'ladi, qo'l ko'tarib qo'yamiz shunga duch kelganlar. Ya'ni o'zingizlar ham kelib, "Men yetib oldim" deb rahmat aytmaganlar qo'l ko'tarib qo'yamiz. Endi nariga odam, o'sha Rossiyadan sizni kuzatib qo'ygan odam xafa bo'ladi. "Biroq yetib oldim" deb qo'ymadi-ya deydi. Ana, agar siz o'sha nariga Rossiyadagi odam bo'lsangiz, kutmang shuni. Agar siz Alloh uchun qilgan bo'lsangiz, kutmaysiz uni. To'g'rimi? Inson tabiatida mana shu nonko'rlik, noshukurlik degan narsa bo'ladi. Shunga tayyor turaylik, birodarlar. Voqea qissa bir kambag'al kishi qarzga botib ketdi. Ishlari to'xtab qoldi. Boshi qotdi. Nima qilishini bilmasdan, shunday bir mushkullar ichida turgan paytda, eski do'stlardan bittasi qo'ng'iroq chalib qoldi. Hol-ahvol so'radi. Bekar ekanligini eshitib turib bu do'stini aytdiki, "Menga bir ishonchli odam kerak. Bir ish bor, senga ishonaman. Menga ishlamaysanmi?" dedi. Boya kambag'al, "Nima ish qilaman?" dedi. U do'sti aytdiki, "Ofisda o'tirasan kechgacha, senga har kuni 100 ming so'm pul olib kelib berishadi. Seni ishing olib, sanab, tahlilab tartibga keltirish va kechki payt men borganimda yarmini menga berish, yarmini o'zingga olib qolish" dedi. Mana shu ish dedi. Zo'ra ko'ndi.
Ozgina vaqt o'tdi. Ishini bajaryapti. Keladi ofisga, kechki payt pulni olib kelib beradi, o'tirib tekis qilib tahlab sanaydi, qabul qilib oladi, ikkiga bo'ladi-da, yarmini bu do'stiga beradi, yarmini o'ziga oladi. Qarzlar uzilishni boshladi ozgina vaqt o'tgandan keyin. Ishlar oldiga qarab yurdi, puli tabiiy ko'paydi, mashina oldi, uylarini to'rladi, birar yil vaqt o'tdi. Keyin o'yga to'lib qoldi. Siqilib qoldi. Kayfiyatlari yomon bo'lib qoldi. Ayoli buni sezib turib, "Nima bo'lyapti sizga?" dedi. Deganida aytayaptiki, "Hayotim og'ir edi. Mana endi hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Har kuni ishga kelaman, pulni olib sanayman, ikkiga bo'laman, yarmini unga beraman, yarmini o'zim olib qolaman" dedi. Xotini, "Yaxshi-yu ishingiz. Buni nimasi yomon? Nimaga qayg'uryapsiz?" desa, "Men bitta narsaga hayronman" dedi. "Men bitta narsaga hayronman. Axir nima uchun pulni yarmini unga berishim kerak? Tabiatida nima bor? Nonko'rlik bor. O'sha 2000 so'mga ishlashlikka rozi edi oshnangiz. Birodar, 2000 so'mga ishlayotgandi. Keyin ish yurib, 2000 so'm ko'zga pul bo'lib ko'rinmay qo'ydi. Chunki tabiatda nima bor edi? Nonko'rlik bor edi. Ma'qulmi? Demak, birodarlar, nonko'rlik, noshukrlik insonning zaifligini bir ko'rinishi. Bir inson noshukur, nonko'rmi? Demak, tabiati zaif, tabiati nochor. Ammo oliyjanob insonlar tabiati zaif bo'lmaydi. Oliyjanob insonlar nonko'r bo'lmaydi. Demak, pastkash odam ekanmi bu? Undan xafa bo'lma. Bunaqalar haqida Alloh taolo nima degan? Alloh azza va jalla bunaqa nonko'r odamlar haqida nima degan edi? Astagfirullah. Va idza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Qachon inson zotiga biron ziyon musibat yetsa, yotgan holida ham, o'tirib ham, turib ham bizga duo iltijo qiladi. Ishi tushganda duo qiladi Allohga. Allohni eslaydi. Falamma kashafna anhu durruhu, qachoniki biz uni ustidagi zararni ko'tarsak, marra ka'allam yad'una ila durrin massa. Go'yo hech qachon o'ziga zarar va musibatdan bizga iltijo qilmagandek yuzaga kirib ketur. Kadalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Isrofgarlarga qilgan amallari mana shunday chiroyli qilib ko'rsatib qo'yildi. Kemaga chiqishdi. Ana shu mushrik qavm. Dengiz to'lqinlanib kema cho'kishga yaqin bo'lganda xolis Allohga duo qilishdi. Parvardigor, esalomon bizni quruqlikka chiqarsang, senga shukr keltiruvchilardan bo'lamiz. Alloh taolo ularni quruqlikka esalomon chiqargandan keyin xuddi Allohga duo qilmaganda yana mushrik holda ketishaverdi. Jihodda shahid bo'lgan musulmonlar haqida Amir al-Mu'minin Umar ibn Xattob so'radi. Kimlar edi o'ta shahid bo'lgan odamlar? Falonchi, falonchi, falonchilar, yana siz tanimagan, bilmagan kishilar deb javob berildi. Shunda Amir al-Mu'minin ko'zlari yoshlanib turib, lekin Alloh ularni taniydi dedi. Ma'qulmi birodar? Sizni qilgan yaxshiligingizni Alloh biladi. Agar odamlardan qaytmasa xafa bo'lmang, chunki insonlarning tabiatida mana shu nonko'rlik, noshukrlik bor. Bir solih odamning uyiga ikkala ko'zi ko'r bo'lgan tilamchi kelib hojat so'radi. Eng qimmat taomni olib chiqib hali ko'rdi qo'liga berdi. Eng qimmat ovqat. Qattiq non bersa ham bo'laveradi. Shunda bu solih kishining ahli, "Ha bu ko'r odam unga nima berganingizni bilmaydi-yu" deganida, "Lekin Alloh biladi-yu" dedi. Modomiki qilgan yaxshiliklaringizni Alloh bilishiga iymoningiz komil ekan, bas odamlardan mukofotni kutmang. Bir odamga qalam hadya qilsang, keyin shu ahmoq odam seni shu qalam bilan ustingdan yumaloq xat yozsa, xafa bo'lma. Sen bergan shu qalam bilan seni masxara qilib bir she'r yozsa, haji yozsa, xafa bo'lma. Oqsab ketayotgan odamga tayanib yursin, qo'y-po'yini haydasin deb bir tayoq bersang, bir kun kelib shu tayoq bilan boshingni urib yoradigan bo'lsa, bundan hayron bo'lmagin. Chunki innal insana li robbihi lakanud va innahu ala zalika la shahid. Chunki inson Robbisiga nonko'r, noshukur va o'zi bunga guvoh. Allohning shuncha son sanoqsiz ne'matlarini ko'rib turib ham Allohga nonko'rlik qilganidan keyin sen qilgan yaxshiligini bilmasa, nimaga xafa bo'lasan? Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Biz ko'proq nimadan xafa bo'lishimiz kerak? Odamlarda nonko'r, noshukurligidanmi?
yoki odamlarda tabiatini bilmaganligimizdanmi? Qaysinisidan ko'proq xafa bo'lishimiz kerak? Ularning noshukrligidanmi yoki o'zimizni bilimsizligimizdanmi? O'zimizni bilimsizligimizdan xafa bo'laylik. Chunki buni tuzatsa bo'ladi-da. Mana bilib oldik. Odamlardan qaytishi kutilmas ekan, bo'ldi. Ularni tabiatini o'zgartira olmaysan, lekin sen o'zingni o'zgartira olasan. Nima qilmagin, birodar? Odamlardan rahmatni, odamlardan minnatdorchilikni kutmagin. Chunki nonko'rlik kafaniga o'ranib olgan insonlar Alloh taoloning son sanoqsiz ato qilib qo'ygan ne'matlarga noshukrlik qilyaptimi? Endi sen bilan men ulardan nimani kutishimiz kerak? Ular sen bilan menga qanday muomalada bo'lishligi kerak? Shuning uchun birodar, yaxshilikni qil, Allohdan ajrni kut, birovdan shukrni kutma. Saodatning sabablaridan 6-si birovdan shukr. 7-sabab boshqalarga ihson qilish qalbning yorashishidir. Go'zallik o'z ismidek bo'ladi. Ma'ruf o'z rasmidek bo'ladi. Yaxshilik o'zining ta'midek bo'ladi. Odamlarga yaxshilik qilishdan, ularga ihson qilishdan, ularga xursandchilik ulashishlikdan birinchi bo'lib kim foyda oladi, bilasizmi? Avvalambor mana shu yaxshilikni qilgan odamni o'zi. Ana shu ihsonini, saodatini odamlarga ulashgan kishini o'zi birinchi foyda topadi bundan. Odamlarga yaxshilik qilayotgan, ularga xursandchilik, saodat tarqatayotgan insonlar bu qilgan savobli amallarining mevalarini avvalambor o'zlarining nafslarida his qilishadi. O'zlarining xulqlarida topishadi. Zamirlarida bu narsani ko'rishadi. Odamlarga yaxshilik qilganda, birodar, qalbingni yorishganini, osuda bo'lganini, sakinatli bo'lganini, orom topganini ko'rasan. Eslang-da, qiylanib turgan odamga bir yordam qildingiz. Hali odam ketdi, pulingizni olib ketdi. Lekin xuddi pul olgandek maza qilasiz. Siz katta yo'lga chiqa olmasdan kichkinaroq mashina turibdi. Hech kim yo'l bermayapti katta yo'lda ketayotganlar. Shunday sekinladingizda, bunday farani yoqib qo'ydingiz. Hali odam shunday burildi-da, avariyani yoqdi. Bilasizmi? Uje xursand bo'lishni boshlaysiz. Avariyani yoqib qo'ydi, yaxshilik qilganligingizdan quvonch hosil bo'ladi. Va mana shu quvonchni paydo bo'lgani Alloh sizdan rozi bo'lganligini bitta belgisi. Alloh rozi bo'ladigan ishni qildingiz, qalbingizga quvonch kirdi. Shuning uchun birodar, agar boshingga biron bir g'am tashvish kelib qoladigan bo'lsa, birovni topib turib yaxshilik qilib qo'ygin. Ihson qilgin. Go'zal ishni bajar, shunda qalbingda yengillikni topasan, rohatni. Mahrum odamga biror narsani ber, mazlumga yordamchi bo'l, ochga taom ber, kasalni ziyorat qil, mashaqqatga kirgan insonga ko'mak ko'rsak. Shunda sen saodat o'rab olganligini his qilasan. Mavzuyimiz qanaqa bo'ldi? Boshqalarga yaxshilik qilgan inson avvalambor bu yaxshiligidan o'zi foyda oladi. Qalbi yorishadi. Odamlarga yaxshilik qilishlik xuddi mushukka o'xshaydi. Mushuk ambarga o'xshaydi. Mushuk ambarni ko'tarib ketayotgan odam ham foydalanadi undan. Sotib olgan ham foydalanadi. Uni sotayotgan ham foydalanadi. Mushuk ambarda oldidan o'tib ketayotgan odam hidab foydalanadi. Mushuk ambarni turgan bitgani yaxshilik. Yaxshilik qilish ham xuddi shu narsani o'zi. U yaxshilikni qilgan ham, yaxshilikni olgan ham, yaxshilikka guvoh bo'lgan odam ham bu narsadan huzurni topadi. Odamzod yer yuzida yashab kelar ekan, turli zamon va turli makonlarda yashagan. Ana shu zamonlarda, makonlarda yashagan, turli zamon va makonlarda yashagan turli xalqlar shu narsani ta'kidlashgan. Bitta haqiqatda hammasi bir xil ta'kidlagan. Aql ham, naql ham, fitrat ham shunga dalolat qiladiki, Allohga iymon keltirish va odamlarga ihson qilish har qanday yaxshiliklarni jalb qiluvchi sabablardan. Buni ziddi esa har qanday yomonliklarni jalb qiluvchi sabablardan. U gapni gapirgan odamlar qaysi zamonda, qaysi makonda yashagan bo'lmasin, millati qanaqa bo'lmasin, urf-odati qanaqa bo'lmasin, bitta haqiqatda hammasi bir xil aytgan ekan. Allohga iymon keltirgandan keyin inson boshqalarga yaxshilik qilar ekan, unga faqatgina yaxshilik keladi. Endi Allohga iymon keltirmasa, haloyiqqa zulm zo'ravonlik qiladigan bo'lsa, bu insonda boshiga faqatgina yomonliklarni jalb qiladi. Bugungi darsimiz saxovat haqida desak ham bo'laveradi.
Nabiy sallallohu alayhi vasallam saxiy inson bilan baxil insonni zarbul masal qilib dedilar. Saxiy va baxil ustiga jubba kiygan ikkita odamga o'xshaydi. Ikkita odam ustiga jubba kiygan, sovut kiygan. Saxiy pulini sarf qilgani sari jubbasi va temir sovuti kengayib, o'zi ichida yo'q bo'lib ketib qoladi. O'zi yo'q deb bo'lib qoladi ichida. Baxil esa ziqnalik qilgani sari sovuti qisilib, joni chiqqudek bo'ladi. Mana baxil inson, saxiy inson. Odamlarga yaxshilik bo'lashadigan inson, odamlarga shu yaxshilikni qilmaydigan odam. Ikkalasi sovut kiygan odam. Endi shu sovutni dunyo hayoti deb tasavvur qilinglar-da. Inson boshqalarga yaxshilik qilar ekan, haligi sovuti kengayib ichida yo'q bo'lib ketyapti-yu. Xuddi shunga o'xshagandek, saxiy insonga dunyo keng bo'ladi. Dunyo yorug' bo'ladi. Dunyo sakinatli bo'ladi. Ammo baxil odam baxillik qilar ekan, sovuti qisib uni nafasini bo'qqandek, dunyosi uni qisib qo'yadi. Maqolda aytiladi: baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas. Baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas. Hech kim o'zini baxil deb bilmaydi. Ma'qulmi? Xo'p, mana bir hafta o'tdi, Ramazon bo'lyapti mana. Nimani ihson qildingiz? Nimani tarqatdingiz? Nimani berdingiz? Kimga xizmat qildingiz? Kimga xursandchilik bag'ishladingiz? Sotgan narsangizga xursandchilik demang. U xursandchilik qilmadingiz, u pulga sotib oldi. Siz o'zingizni saxiy yoki baxil ekanligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, qarang. Olayotganingizda qanday yengil his qilsangiz o'zingizni, berayotganda ham shunday yengil his qilasizmi? Olish qanday yoqimli bo'lsa, berishingiz ham shunday yoqimlimi? Demak, siz saxiy ekansiz. Endi aksi bo'lsa-chi? Olayotganda juda ham yengilsiz, o'zingizni juda ham yaxshi his qilasiz. Berayotganda-chi? Tushunarlimi? Qo'lida davlat ko'proq bo'lgan akalar, Alloh sizlarga qanday ihson qilgan bo'lsa, haloyiqqa shunday ihson qilishinglar kerak. Va ahsin kama ahsanallohu ilayk. Alloh taolo Qur'onda aytadi: Alloh senga qanday ihson qilgan bo'lsa, sen ham shunday ihson qil. Dollar topgan bo'lsang, ihsonni ham dollarda qil. Birodar, olayotganda qanday his qilyapsiz o'zingizni? Endi berayotganda shunaqa his qiling-da. Buni samarasini ko'rasiz. Baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas. Yana baxil bo'lma, saxiy bo'l, o'smog'ingga to'g'ri yo'l degan maqolam bor ekan. Saxiy inson faqat o'sar ekan, baxil inson o'solmas ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha fi awnil abdi ma dama al-abdu fi awni akhihi." Sahih hadis. Modomiki bir mo'min boshqa bir mo'minning yordamida turar ekan, Alloh bu bandaning yordamida turadi. Siz birodaringizni xursand qilaman deb, mushkulini yengil qilaman deb, muammosini hal qilishga yordam beraman deb yonida turing, sizni yoningizda Robbingiz turadi. Chunki birodarlar, aniq ravshan qoida bor. Mukofot amal jinsidan bo'ladi. Qaysi yaxshilikni qilgan bo'lsangiz, sizga shu yaxshilik qaytadi. Nimani eksang, shuni o'rasan. Nimani eksang, shuni o'rasan. Darsimizning mavzusi nima edi? Birovlarga yaxshilik qilishlik qalbning yorishishidir. Ammo biz shunaqa zamonda yashayapmizki, bu sizning muammoingiz degan falsafa odamlar orasida yoyilib ketyapti. Sizga holatini aytdi, ya'ni sizga aytdi, chunki siz shuni hal qilib bera olasiz. Siz ozgina harakat qilsangiz, bir qadam bossangiz, mushkulasi hal bo'ladi. Kelib sizdan yordam so'rayapti. Mushkulaga kirgan odam yordam so'rayapti, siz hal qila olasiz. Bu sizning muammoingiz, ukaxon deysiz. Endi Alloh taolodan kutavering. Sizga ham Alloh taolo bir muammoni beradi. Agar hal qilib qo'yganingizda, bor muammoingizni Alloh hal qilib qo'yar edi. Aniq, ravshan qoida, mukofot amalning jinsidan bo'ladi. Nimani eksang, shuni o'rasan. Faqir insonga xursandchilik ulashdingmi? Robbingdan kutaver xursandchilikni. Mashaqqatga botib qolgan odamning mushkulasini yengil qildingmi?
Robbing seni mushkulingni oson qilishini kutaver. Kambag'al odam 5000 so'mga boshi osmonga yetadi. Sen uchun 5000 so'm katta pul emas. Seni boshing necha pul bilan osmonga yetadi? O'shini beradi Alloh. Ma'qulmi? Birodarlar, biz o'sha musulmonlarga to'g'ri kelmaydigan g'arbni, sharqni dunyo qarashi, falsafasidan ta'sirlanib qolyapmiz, xohlasak, xohlamasak. Chiqolmay turibdan mashinadan boya aytyapmiz-ku. Uni problemasida u. Men glavniy yo'ldaman. Men mashinada kelyapman, men glavniyman. Bunday qilib turibdi. O'tib ketaveradi endi. Nimaga? Kichkinaroq mashina ekanda. Agar katta mashina bo'lganda nima qiladi? To'xtab. Ko'zingizga qo'lingizni qo'yib turib, engishib turib, o'tavering deb turib ishora qilasiz. O'shuning uchun biz ham hayot degan mashinamiz ko'p probkaga kirib qolyapti-da. Hayot degan yo'lda o'ydim chuqurlarga ko'p tushyapti-da mingan mashinamiz. Nima uchun? Odamlarga yaxshilik qilishlik degan narsa bizning shiorimiz bo'lmay qolyapti. Nimani aysang, shuni o'rasan. Fohisha ayol. Bir marta zino qilgan ayol emas, fohisha ayol. Zino gunoh kabiralardan. Mana shu zinoni o'ziga kasb qilgan fohisha ayol chanqab turgan itga kavushida suv olib, tumshug'iga tutib ichirib sug'orib qo'yuvdi. Alloh taolo shu ayolni qilgan ishini mukofotladi. Shu itni muammosini hal qilib qo'yganiga Alloh taolo buning muammosini hal qildi, gunohini kechirib yubordi. Fohisha itga suv beryapti. It najosat. Fohisha ayol. Lekin o'rtada qilinayotgan yaxshilikni Alloh taolo qanday mukofotlayapti, birodarlar. Endi siz mo'min bo'lib turib, o'zingizga o'xshagan mo'minlarga yaxshilik qilsangiz, Robbingizdan qanday qaytmasin? Mana shu qilgan amali bu ayolning kengligi osmonlar yerdan keng bo'lgan jannatga kirishiga sabab bo'lmadimi? Birodarlar, qo'l boyligi qalb boyligiga dalolat qiladi. Qo'lning saxovati qalbning saxovatiga dalolat qiladi. Yo'q bo'lib bera olmayotgan bo'lsa bir gap, lekin bo'lib turib bera olmayotgan bo'lsa bu boshqa gap. Tushunarlimi? Bu safargi osh mendan deb qo'yganmisiz bir rahmatdan? Qo'l ko'tarmanglar. Xiyansizlar albatta, yaxshi gumon qilamiz. Mendan bu safargisi. Mehmonimsizlar deganmisiz? Deb turib yomon xursand bo'lasiz. Buni qilgan odam biladi. Agar mana shu baxil insonlar, odamlarga yaxshilik qilmaydigan insonlar, qurumsoq insonlar, odamlarga bir narsani berishlikni, ihson qilishlikni aslida baxt ekanini bilishganida edi, bunaqa xayrli ishlarga shoshilishgan bo'lar edi. Birodarlar, ihson qilish, odamlarni xursand qilish, ularda qalbiga quvonch kirgizishlik baxt. Buni qilib ko'rgan odam biladi. Alloh azza va jalla aytadi. Astagfirullah. In tuqridulloha qardan hasana yudha'ifhu lakum va yaghfir lakum vallohu shakurun halim. Agar sizlar Allohga qarzi hasana bersangizlar, ya'ni kambag'al bechoralarga yaxshilik infoq ihson qilsanglar, u zot sizlarga bir necha barobar qilib qaytarur va sizlarni mag'firat qilur. Alloh o'ta shukr qilguvchi va halim bo'lgan zot. Bandalarga qilingan ihson, yaxshilik Allohga berilgan qarzi hasana. Kim muhtojlarga, kambag'allarga yaxshilik qilib ihson qilsa, Allohga qarzi hasana bergan bo'ladi. Alloh bera olmay qoladigan zotmi? Alloh qarzini uzolmay qoladigan zotmi? Chunki savoblarni ato qiluvchi bo'lgan Alloh ash-shakur, al-jamil bo'lgan zot. Alloh taolo go'zallikni yaxshi ko'radi. Al-jamil bo'lgan zot. U al-g'ani, al-hamid bo'lgan zot. Ana payg'ambarlarning tarixiga murojaat qilamiz. Bitta qilgan yaxshiligiga Alloh taolo qancha ziyoda qilib ne'matni shukrini ado qildi. Musa alayhissalom Misrda bir qibtiyni beqasddan bir urib o'ldirib qo'ydi. Keyin Misrdan qochib ketishlikka majbur bo'ldi. Madiyanga kelganida Madiyan xalqi o'zlarining chorvalarini sug'uradigan bir joyda o'tirdi.
Daraxtning soyasiga borib, daraxtga suyanib soyasida o'tirdi. Shunda odamlar kelib qo'ylarini, chorvalarini, tuyalarini sug'orib ketyapti. Ikkita qiz 10 tami, 20 tami qo'yini suvga kelsa to'sib, odamlarning chorvalariga aralashib ketmasligi uchun qaytarib turibdi. Ayol kishi bo'lganligidan, qiz bola bo'lganligidan erkaklarga aralashib xolamasdan turganini ko'rib, Musa alayhisalom turdida qo'ylarni sug'orib, qaytarib olib borib berdi. Bu qilgan yaxshiligi Alloh uchun edi. Mukofot qanaqa bo'ldi? Bu ikki qiz Shuayb alayhisalomning qizlari edi. Mana shu bitta qilib qo'ygan yaxshiligi Alloh taolo Shuayb alayhisalomga kuyov qildi, Musa alayhisalomni. Va 10 yillik uy-joy bilan Alloh taolo mukofotlab taqdirlab qo'ydi. Kimga kuyov bo'ldi? Payg'ambarga kuyov bo'ldi, uyli joyli bo'ldi. Tushunyapsizlarmi, birodarlar? Odamlarga yaxshilik qilish qoida. Bugun shu qoidani olib chiqib ketinglar. Odamlarga yaxshilik qilish g'am qayg'uni ketkazib, saodat va xotirjamlik olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Qaytaramiz. Odamlarga yaxshilik qilish g'am qayg'uni ketkazib, saodat va xotirjamlik olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Kunda bitta yaxshilik qilib qo'yish mumkin. Kunda bitta yaxshilik qilib qo'yish mumkin. O'sha bitta odam yo'l berib qo'ydingiz. Qo'shilib oldi, yaxshilik. Bo'ladimi? Bo'ladi. To'xtab turdingiz, chiqib qo'shilib ketguncha yoki shu o'zingiz bilasiz. O'zingiz bilasiz. Birodar, agar qo'rquv, xavotir, musibatlar hujumiga duch kelib qoladigan bo'lsang, yaxshilik, saxovat, mehr ko'rsatish bog'iga shoshil. Faqat o'qigan yaxshiliging Allohning roziligi uchun bo'lsin. Haloyiqqa yaxshilik ulash, odamlarga ko'mak ko'rsat, insonlarning xizmatida bo'l. Agar shunday qilsang, qilgan yaxshiligining samarasidan avvalo o'zing foyda topasan. Avvalo qalbing saodat va osudaligini topadi. Keyin esa ana shu mushkullarning hal bo'lishini qarab tur. O'sha mushkulalarning hal bo'lishligini kuzatib tur. Yaxshilik ulash. Ali ibn Abi Talib, Fatima Zahroning kuyovi. Ali roziyallohu anhu Fatima Zahroning kuyovi. Fatima onamiz onor egisi keldi. Ali ibn Abi Talib faqir bo'lgan. Puli yo'q. Bitta onorni eplab oldida uyiga kelyotdi, yo'lda bir tilamchi so'radi. Alloh uchun. Alloh uchun berdi. Bitta onor, boshqa puli yo'q. Uyiga keldi, onor kutib o'tirgan Fatima Zahro onor dedi, onor yo'q. Bir tilamchi so'radi, berdim dedi. Shu gap tugamadi ham, Ali ibn Abi Talib eshigini biroq taqillatib qoldi. Chiqib qarasa bir odam, qo'lida xalta. Ali roziyallohu anhuga uzatib turib, bu Allohdan Rasulullohga keldi, Rasulullohdan sizga jo'natildi dedi. Allohdan Muhammad alayhisalomga keldi, Muhammad alayhisalomdan Ali ibn Abi Talibga yuborildi. Shunday oldi, ochib qarasa onor. To'xtab turdi, sanadi. 9 ta ekan. Deymiz biz? Yo'q. Biz jon deymiz ikkitaga ham. Ali ibn Abi Talib to'xta dedi. Bu Allohdan payg'ambarga, payg'ambardan mengami? Ha. Sanavdi 9 ta. Unda yana bitta bo'lish kerak dedi. Bu men sizni sanamoqchi edim deb, shu bitta onorni olib qo'yganida chiqarib berdi. Qayoqdan bildingiz 10 taligini deganida, axir sen Alloh taoloning manja bil hasanati falahu ashru amsalha oyatini eshitmaganmisan? Kim bitta yaxshilik qilsa, unga 10 barobar qilib qaytariladi. Eshitmaganmisan shu oyatni? Biz ishona olmaymiz, bizning iymonimiz zaif. O'shuning uchun berib olmaymiz. Biz o'zi 10 so'm turganda 2 so'mni bersa katta ish. Hali o'zimiz muhtoj bo'lib turganda berishni qo'yinglar. Sultonlardan biriga bir orif kishi dedi: Allohning ihsoniga ega bo'lgan banda haloyiqqa boshqalardan ko'ra ko'proq ihson qilishi lozim. Ko'proq oldingmi boshqalardan ko'ra Allohning ihsonini, sen ko'proq ihson qilgin. Zimmangdagi haqlarni ado qilish bilan o'zingdagi ne'matlarni davomiy turishini ta'minlab olgin. Ustingdagi haqlarni ado qilganda ne'mating doim turishligini kafolatlab olgin. Ey, qo'lida davlati bor odamlar, sizlarning qo'linglardagi ne'mat, davlat boshqalarga berilmadimi? Endi boshqalarning mana shu ne'matda haqqi bor. Va fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ularning deydi Alloh taolo o'zini solih mo'min bandalarni maqtab,
u bandalarimning mollarida mahrum va so'rovchilarning haqqi bor deydi. Berasiz, infoq qilasiz, yaxshilik qilasiz, turadi pulingiz ko'payib. O'shuning uchun eskidan ota-bobosi boy bo'lib kelgan odamlar nimaga eskidan ota-bobosi boy bo'lib kelgan uni? Chunki zakotini bergan, sadaqasini bergan, haloyiqqa yaxshilikni qilgan, o'shuning uchun u necha pokoleniya boy. Endi bir ba'zi boylarni ko'rasiz, loppati yondi, loppati o'shdi. Nimaga? O'sha moli dunyosini boshqalarga infoq qilishlik bilan kafolatlab qolmadi. Yangi boylar eshitib qo'yinglar shu narsani. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi va la khulla va la shafa'a val kafiruna humuz zolimun. Ey mu'minlar, na oldi sotdi, na oshna og'aynigarchilik va na oqlov bo'lmaydigan kun kelishidan ilgari hayotda dunyoda sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizdan infoq ihson qilinglar. Val mutasaddiqina val mutasaddiqat a'addallohu lahum mag'firatan va ajran azima. Alloh taolo mu'minlarni maqtab aytadi, xayr va sadaqa qiluvchi erkaklar va xayr va sadaqa qiluvchi ayollar, ular uchun Alloh mag'firat va ulug' mukofot, jannat tayyorlab qo'ygandir. Faqat bu qilgan yaxshiligimiz xolis Allohning roziligi uchun bo'lishi kerak. Agar xolis qilsangiz, shunda mukofot. Shuncha qilsam ham kelmayapti-yu, ularlar. Demak, xolis bo'lmayapti ekanda. Biz havodan olib gapirmayapmiz-da. Va man yuqashuha nafsihi fa ulayka humul muflihun. Kimki o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topuvchidirlar. Mana Baqaraning boshida keladi oyatlar. Va mimma razaqnahum yunfiqun. Kim? U shunday insonlarki, biz rizq qilib bergan narsadan infoq qiladi. Ulaika ala hudam min robbihim. Ana o'shalar Parvardigorlari tarafidan bo'lgan hidoyatdagi insonlar. Va ulaika humul muflihun. Va o'shalar najot topuvchilar. Alloh taolo hadis qudusida aytadi: Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk. Ey odam bolasi, infoq qil, men ham senga infoq qilaman. Siz berasiz, keyin Alloh beradi. Siz Alloh uchun berasiz, keyin Alloh sizga beradi. Xulosa, odamlarga yaxshilik qilish, g'am qayg'uni ketkazib, saodat va xotirjamlik olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Odamlarga qilingan yaxshilikdan birinchi bo'lib kim foyda oladi? Shu yaxshilikni qilgan insonning o'zi. 7-sabab, boshqalarga ihson qilish saodatning sabablari deb nomlangan silsila darslarimizdan bugun 8-sabab. Bugungi mavzuyimiz bekorchilikdan qutulgan. Bugungi mavzuyimiz bekorchilikdan qutulgan. Birodarlar, shu yerda aytilayotgan har bitta mavzu sizni saodat degan narsaga yetishlikka qo'yilgan bitta qadam. Shu darslarni eshitib, ertasi kuni tatbiq qilishlikni boshlab, agar hayotingizga kirgizib olsangiz, o'zi 3 tasini qoyim qilib qo'ysangiz, shu sabablarni o'sha hayotingiz zo'r bo'lib qolganini sezasiz. Siqilishlar, qo'rquvlar, xavotirlar, asablar nima bo'ladi? O'rniga tushadi. Hadeb uspokaytini icha olmaysiz. Hadeb psixologga bora olmaysiz. Mana birodarlar, hammamizga ma'lum, odamlar orasida har xil mishmishlar tarqaydi. Maza bemaza gaplar, asosi bo'lmagan oldi qochdi so'zlar. Qayoqdan keladi ular? Bir o'ylab ko'rganmisizlar? Kim tarqatadi ularni? Kimlar shunga o'xshagan ishlar bilan band bo'ladi? O'ylab ko'rganmisizlar? Odatda bunaqa mishmishlarni, asossiz bemaza vahimalarni tarqatayotganlar bekorchilar bo'ladi. Bekorchilarning hunari g'iybat. Shunaqa maqol bor ekan. Bekorchining mehnati g'iybat, ya'ni qiladigan ishi g'iybat. Surishtirib ko'rsangiz, siz bu mishmishni falonchidan eshitdingiz. U falonchidan eshitdi. U falonchidan eshitdi. So'rab taqalab borsangiz, shu gapni birinchi bo'lib gapirgan odam o'sha siz bilan biz aytayotgan bekorchi odam bo'ladi. Shuning uchun maqolda aytiladi, bekorchining hunari g'iybat. Maqolda aytilinadi, bekorchidan el bezor, so'zidan ko'ngil ozar. Astagfirullah.
radu bi an yakunu ma'al khawalif. Ular orqada qolganlar. Ana shu orqada qolganlar bilan rozi bo'lganlar. Alloh ularni dillarini muhrlab qo'ydi, bas endi ular anglamaydi. Zehn uchun, aql uchun eng xatarli bo'lgan narsa kishini ishsiz qolishi, kishini bekorchi bo'lib qolishi. Bu odamning holati katta tezlikda ketayotgan mashinani shofir uxlab qolgan. Shunga o'xshaydi. Mashina nima bo'ladi? Shofir uxlab qolgan, mashina o'ngga moyil bo'lyapti, chapga moyil bo'lyapti, lekin borib bir joyga kirib ketishi aniq. Bekorchi odam uxlab qolgan shofirga o'xshaydi. Shuning uchun birodar, bekorchi bo'lib qolishidan ehtiyot bo'lgan. Pulingni olamasang ham ishlaver. Haqqingni bermayotgan bo'lsang bekor qolma ishlaver. Chunki bermayotgan bo'lsa qiyomatga o'tdi. Bermayotgan bo'lsa eng kamida o'zingni bekorchilikdan saqlading. Ana shu qadimgi faylosoflardan Buzurgi Mehr aytadiki, agar biron ish bilan bandlik, shijoat makoni bo'lsa, u holda bekorchilik fasodlar makonidir. Bir narsa bilan band bo'lib mashg'ul bo'lishlik shijoat paydo qiladigan o'rin bo'lsa, endi bekorchilik fasodni paydo qiladigan o'rin bo'ladi. Hakimlar aytishadi, bekorchilikdan saqlaning. Zero bekorchilik aqlni buzadi, zaif insonni yiqitadi. Undan tashqari bekorchilik birodarlar hamma yomonliklarning sababi. Qayerda bekorchilik bo'lmasa, shu yerda yomonlik ham bo'lmaydi. Qaytarib aytaman. Qayerda bekorchilik bo'lmasa, shu yerda yomonlik ham bo'lmaydi. Masalan, bir odamning farzandi aynib qoldi. Fe'l-atvori, yurish-turishi nima sababdan shunaqa bo'ldi, bilasizmi? Farzandingiz qachon noto'g'ri yo'llarga kirib qoladi? Bekorchi bo'lganida. Shuning uchun esi bor ota farzandlarini bekor qo'ymaydi. Yo bir maktabda o'qiyotgan bo'ladi, yo universitetda, yo madrasada o'qiyotgan bo'ladi, yo bir hunarga berib qo'yadi. Yana shuni bilishimiz kerakki, birodarlar, bekorchilik shaytonning ekinzori hisoblanadi. Bekorchilik shaytonning ekinzori. Shayton u ekinzorda shayton yangi gunohlarni yetishtiradi. Endi bor gunohlarni esa rivojlantiradi. Shuning uchun birodar, bekorchi bo'lib qoldingmi? Tamom. Sen g'am qayg'uga, xavotirga, qo'rquvga, vahimaga tayyor turaver. Chunki bekorchilik seni g'am tashvishga, qo'rqinchli kelajak sari boshlaydi. Bekorchi aqllar iblisning ustaxonasi. Bekorchi aqllar iblisning ustaxonasi. Shu so'zni bir ma'nosini chaqib ko'ringlar-da. Bari maza bemaza ishlar bekorchilardan chiqadi. Chunki bekor qoladigan bo'lsang, bu bekorchiliging senga o'tmishni va hozirni va kelajakni daftarni ochib qo'yadi-da, seni behalovat qiladi. O'sha paytda unday qilsam bunday bo'lardi, bunday qilsam bunday bo'lardi, seni gapimga kirmasligim kerak edi, endi nima bo'ladi va hokazo. Shuning uchun bekorchilikdan qutul birodar. O'zingga foydali bo'lgan ish bilan band qil o'zingni. Qalbing, jasading, borlig'ingni bo'sh qo'yma. Agar o'zingni band qilmasang shunday ish bilan, biz yuqorida aytib o'tgan kasallarga albatta duch bo'lasan. Chunki koinot bo'shlig'ini qabul qilmaydi. Koinot vakuumni ko'tara olmaydi. Bir joydan bir narsa ketsa, o'rniga boshqa narsa albatta keladi. Agar bir joyda xayriyat, salohiyat to'xtab tugab qolsa, bo'sh qolsa, uni fasod egallaydi. Yana maqolda aytilar ekan, baxt yalqovga begona. Baxt yalqovga begona. Yalqov odam baxtli bo'la olmaydi. Ahmoqni kulgusi ko'p, dangasani uyqusi ko'p. Ana shu g'arblik tabiblardan bittasi, mashhur tabiblardan bittasi inson nima uchun yashaydi deb nomlagan kitobida shunday deydi. Tabib aytayapti, tajribasi katta bo'lgan tabib. Shifokorlik tajribamga tayanib aytamanki, ikkilanish, shubhalanish va xavotir sababli qaltiroq kasalga duchor bo'lgan kishilar biron ish bilan band bo'lishsin. Chunki ish vaqtida paydo bo'lgan g'ayrat, shijoat insonga o'ziga bo'lgan ishonchni keltirib chiqaradi. Qo'rquvdan, vahimadan, xavotirdan qaltiroq bo'lib qolar ekan, insonda shunaqa kasal bo'lar ekan. Endi bu kasaldan qutulishning yo'li nima ekan?
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Endi qachonki namoz ado qilinsa, juma namozi, yerda tarqalib, Allohning fazli marhamatidan rizq ro'z istavringlar. Ya'ni juma namozini o'qigandan keyin harakat qilinglar deyapti Alloh taolo. Fantashiru, tarqanglar deb aytayapti. Birodarlar, bekorchilik bu inson o'zini o'zi qatl qilishligi. Bekorchilik bu suitsid, maxfiy o'lim. Uxlatuvchi dori bilan o'zini joniga qasd qilish. Bekorchilik narxoz, birodarlar. Mana bilasizlar, Lev Tolstoy degan bir yozuvchi bo'lgan. Shu odam bir ajib so'zi bor ekan. İnsonlarda har xil tushunchalar bor. Biri to'g'ri, biri noto'g'ri. Bu mutafakkir aytadiki, noto'g'ri tushunchalarning eng hayratlanarlisi qaysi? Insonning baxti hech narsa qilmaslikda degan tushuncha. Bir odamni qo'lida katta dunyosi bor, hech narsa qilmaydi. Faqat yeydi, ichadi, uxlaydi, maza qiladi. Shu odamni baxtli deyish bu eng katta xato. Bu noto'g'ri tushuncha deb aytayapti. Chunki birodarlar, hech narsa qilmayotgan odam, garchi u boy bo'lsa ham, to'rala tomoni qibla bo'lsa ham, uni baxtli deb bo'lmaydi. Uni baxtli deb o'ylash noto'g'ri. Bunday hayot insonni zeriktiradi. Ana Elon Musk degan bor, bilasizlar, 300 milliarddan oshiq puli bor. O'sha odam oyog'ini osmondan qilib yotsa bo'laveradi, lekin ishlayapti u. Marsga chiqib, Marsda shu fath qilishlik harakatida, uchirayotgan raketalar chiqib, qaytib yerga tushishlikda harakatida nima bilandir shug'ullanyapti, mashg'ul. Birodar, bekorchilikdan o'zingizni saqlagin. Ana shu Skandinaviya o'lkalari Yevropani o'zida ham eng boy mamlakatlar hisoblanadi. Ishlamaydigan odamlarga katta miqdorda pasobiya pullari beriladi. Turmush tarzi juda ham baland, ammo ayni ana shu Skandinaviya o'lkalarida suitsidni miqdori juda ham katta. O'zini o'zi qatl qilganlarning eng ko'pi ana shu Skandinaviya o'lkalarida. Nima uchun? Zerikkan bular. Demak, birodarlar, baxt bekorchilikda emas. Garchi u bekorchi odam boy bo'lsa ham. Inson tirik bo'lish kerak, inson harakatda bo'lishligi kerak. Bekorchilik shunday bir azobki, bu azobni Xitoy mahbuslarga beradigan jazoga o'xshatsak bo'ladi. Mahbus bog'lab qo'yiladi, o'tkizibmi, tikka qilibmi, boshini ham bog'lab qo'yadi, qimillolmay turadi. Hatto boshini qimillata olmaydi. Shunda boshidan suv tomizib qo'yadi. Chiq, bitta tomchi tushdi. Oradan bir muddat o'tdi, chiq, ikkinchisi tushdi. 1 minutda 2 ta, 1 minutda 3 ta tushadi. Bitta tushdi, 2 ta tushdi, 30 ta tushdi, 100 ta tushdi. Har tomchi tushgan sari boshni yorib yuborgidek azob mashaqqat bera boshlaydi. Keyingi tomchini tushishini kutib, shuni asnosida boyaga mahbus jinni bo'lib qoladi. Jinnilikka mubtalo bo'ladi. Tushunyapsizlarmi, birodarlar? Bekorchilikdan o'zingizlarni saqlanglar. Biladi bekorchi? Ha, men o'sha 500 so'mdan kuniga ishlaymanmi deydi. Ishlab tur, bekor o'tirgan. Bekor o'tiribdi. Undan ko'ra bekor o'tiradi-da. Ya, men ishlamayman. Yana ishtahosi baland, o'ziga samatsenkasi baland. Ha, men o'sha ishni qilaman ekan. Ha, o'zingizga ayting, o'sha qilsin. O'tiraveradi. O'zi asli shunaqa farzand ota-enaning mevasi. Hamma yo'qda ota-ena o'zi qilib o'rgatib qo'ygan bo'ladi. Bola tambal bo'lib qolgan bo'ladi. To'g'rimi? G'arb mutafakkirlardan biri aytadi, agar baxtim chopganida yoki omadim yurishib ketganida deb o'tirib olib, vaqtni bekor o'tkazishlik baxtsizlikning naq o'zidir. Ishlarim yurishib ketsa, omadim chopib ketsa deb bekor o'tiribdimi, shu odam naq baxtsiz odam bo'ladi. Hayolga berilib o'tirmasdan harakatga tushish. Shunda birodar, qoning yaxshi aylanib, miyangga bir yaxshi fikrlar keladi. Yangi hayot aqlingdan ikkilanishni tezda ketkazadi. Ishla, davomiy bo'l. Bor bo'lgan dorilarning eng arzoni va eng afzali shu. Tushunarlimi? Bor bo'lgan va samarali bo'lgan eng arzon va eng afzal dori mehnat qilish. Estağfirullah. Wa qul i'malu fasayarallohu amalakum va rasuluhu wal mu'minun.
Alloh taolo aytadi, ayting, amal qilinglar, ishlanglar, ya'ni turib olmanglar. Bas Alloh, uning payg'ambari va mu'minlar qilgan amallaringizni ko'rib turar. Birodar, ba'zida ishni ko'pligidan charchab malollanib ketasan. Bir yorug' kun ham bormikin, ish, hech ham bo'shamaysan. Birodar, ishingni ko'pligi baxt. Ishni ko'pligi muammo emas, ishni yo'qligi muammo. Bekarchilik muammo. To'g'rimi? Yurting tinch, taning sog', mehnatingga pulni berib turishdimi, ishlab maza qilmaysanmi? O'g'il bola, peshanang tellab, yengini shimarab, bir ketmon choppiysanmi chiqib turib? Ya bekor o'tiraveradi. Birodarlar, Ibn Sino bu ulug' tabib nima degan? Bekorchilik nafaqat jaholatni keltirib chiqaradi. Ayni paytda u kasalliklarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bekarchi odami kasal bo'lishi ham ko'p bo'ladi. Rohat, huzur, halovat bekarchilik, g'aflatdir. Bekorchilik mohir o'g'ridir. Aqling esa o'sha vahimali urushning o'rtasida qolgan o'lja nishondir. Agar birodar bekor qolgan bo'lsang, shart o'rningdan turda namoz o'qi. Tasbih ayt, istig'for ayt, takbir ayt, zikr bilan mashg'ul bo'l, kitob o'qi. Yoz, uyingni, xonangni tartibga keltir, kimgadir foydang tegsin, bekorchilikni o'ldir. Qaraginda, uyingda sen qilishing kerak bo'lgan ish to'lib yotibdi. Ikkita mardikor olib kelsam, 1000 so'mdan bersam, agarotni chopib, tekis ayat olib beradi. Bizning tanish manzarami? O'zi men yo'q o'zi. O'zi hemiri yo'q. Qaraganda, uyingda sen qilishing kerak bo'lgan ish to'lib yotibdi. O tomda ichiga chiqqanda tartibga keltirish kerak. Podvalingga tushganda, u ham shu tartib kerak bo'ladi. Qaysi asbob qayerda turibdi bilmaysan. Ko'changdagi ariq, eshiging tagidagi ariq tozami? Daraxtlaring sen o'zing xohlagandek chiroyli suratdami? Birodarlar, musulmon odam bekarchi bo'lishi mumkin emas. O'tirmaysizmi, dada, sizga nima deysiz? Yo'q, u mehnat qilib o'rgangan. Mehnat bilan o'zini tirik his qiladi. Mehnat bilan o'zini baxtli his qiladi. O'shuning uchun ketvonda olib sekin daraxtlarni tayin chopayotgan, agarot to'rlayotgan, daraxtlarni putayotgan. To'g'rimi? Ular mehnat qilib o'zini saodatli his qiladi. Pensiyaga chiqqandan keyin o'tirib ko'rdi. 1 yil yarim o'tiruvdi, bo'lmadi. O'shuning uchun mehnat qiladi qarilar. Tushundinglarmi endi ukalar? Komil, mukammal insonni hayot yo'lida 3 ta dushman kutib turadi. Bekorchilik, boylik, mashhurlik. Bekorchilik, boylik, mashhurlik. Komil insonni yo'lida shu narsa turadi. Ular qaroqchiga o'xshab unga hujum qilib, unda hayotidagi eng yaxshi narsani olib qo'yishni xohlaydi. Nimani desa, mehnatsevarligini. Ertaman turasiz-a? Do'konga borib, ishing bor, do'koning bor, oladigan oyliging bor. Maza qilmay yo'q deb turadi. Ochmaymi? Havoga qaraydi. Mana shu yelkasiga shayton o'tirib olgan odam. Birodar, sen ertalab uyingdan chiqqaningda bismillah deb ibodat bilan mashg'ul bo'lyapsan hozir. Chunki shu mehnatni qilishing, shu tirikchilikni qilishing, shu pulni olib topishlik uchun ishlashliging ibodat bo'ladi. Hayot arzimaganligi sababli juda ham qisqa. Shuning uchun mana shu qisqagina hayotingni birodar bekorchilikda o'tkazib yuborma. Yoshlar, yo ilm olinglar, yo hunar olinglar. Yoshlikni bekorlik bilan o'tkazmanglar. Yoshlik ham qisqa. Yoshlikni bekorchilik bilan o'tkazmanglar. Agar yoshlikni huzur halovat bilan, bekorchilik bilan, o'yin kulib bilan rohat bilan o'tkazsanglar, qariganinglarda mehnat mashaqqatga qolasizlar. Astagfirullah. Kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Alloh taolo qiyomat kunida so'raydi kofirlardan. Yerda necha yil turdinglar? Kofirlar 1 kun yo yarim kun. Sanab turgan farishtalaringdan so'ra. Alloh taolo aytadi. Qala illa bithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Alloh dedi, agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz turdingiz. Ya'ni sizlar uzoq degan hayot juda ham qisqa edi. Birodar, biz sizlarga bir ishonchli nasihat go'yimiz. Yunon hakimlari
qo'rquv va xavotirga o'xshash psixologik kasalliklarga duchor bo'lgan kishini davolash uchun dalaga haydashib yuborar edi. Bog'larga haydashib olardi. Majbur ishlatishardi. Va mana shu ishlashlik jarayonida tez orada shu kasal yana xotirjam va tinch bo'lib qolar edi. Stress bo'lyapsizmi? Asabingiz tarang bo'lib ketdimi? Ketmonni ko'tarib chiqing tolaga. Chiqing o'sha bog'bonni oldiga borib, xizmat bo'lsa ayting men ishlayman deb. Shu zo'r lecheniya. Xullas asabi tarang bo'lgan, nervli bo'lib qolgan birodarlar bormi? Endi sizlar o'zingizlardan so'raylardi, shunga o'xshagan mehnatim bormi? Shat chiqib mashinangizni o'zingiz yuving. Shat agarotingizni o'zingiz choping. Daraxtlarni o'zingiz qirqing. Tugadimi uyda ish? Chiqing tolaga. Abedgacha ishlab qaytib keling-da, uyqu ham zo'r bo'ladi-chi, tolada ishlaganingizdan keyin. Bilasizmi? Tolada ishlaganlar biladi buni. O'sha qattiq non bilan sovuq suv shunaqa shirin o'tadi va abedda shunday tutko'sha tutaga borib boshni qo'yasiz. Ana lecheniya. Tushunarlimi? Asabi tarang bo'lgan odamlar shu tolaga chiqib ishlash kerak. Bu meni gapim emas bu. Undan tashqari o'qishni, o'rganishni yaxshi ko'radigan insonlar hech qachon bekorchi bo'lishmaydi. Kitob o'qiydi. Ilm o'rganadi, chiqib hunar o'rganadi. Qarangda, demak, yalqovlar bekorchi bo'lishar ekanda. Yalqovlar bekorchi bo'lishar ekan. Ish harakat pichog'i bilan bekorchiligini birodarlar so'yib tashla. Mana shu narsani o'zi bilan sen 50% ga baxtli bo'lasan. Tabiblar kafolat berishadi shu narsaga. Dalil dehqonni qarangda. Bog'bonni qarangda. Quruvchini qarangda. Novvoyni qarangda. Qo'shiq xirgoyi qilib, kayfiyati choq, o'ylanishga, siqilishga vaqti yo'q yurishadi. Jismoniy mehnat bilan mashg'ul bo'lgan odamlar baxtiyor, saodatli, xotirjam bo'ladi. Qarangda, harakatlari, shijoatlari sababli tanasida quvvat bor, ruhida xotirjamlik bor. Chunki ularda bekorchi vaqt yo'q. Chunki ular nimalar bilandir ovora, foydali narsa bilan band, rejasi bor, ishi bor. Sen bo'lsang birodar, ilon chaqib olgan odamdek to'shagingda ko'z yoshini artib, ming'illab o'tiribsan. Bekorchilikni mehnat degan pichoq bilan so'yib tugat. Saodatning 8-sababi, 9-si immo, taqlidchi bo'lma. Immo degani ko'r-ko'rona boshqalarga taqlid qiladigan, o'zini boshqalarga o'xshatishni harakatida bo'lgan odam. Immo taqlidchi bo'lma. Taqlidchi bo'lma birodar. Chunki birovni ko'ylagini o'zingga moslashliging aqldan emas. O'zligingni yo'qotma. Chunki birovga taqlid qilib yashashlik bu doimiy azob hisoblanadi. Boshqalarga ko'r-ko'rona taqlid qilishlikka intilma. Chunki laylakni yurishini o'xshataman deb, olaqonat o'zini yurishini yo'qotib qo'ygan. Ko'p odamlar o'zlarini boshqalarga o'xshataman deb o'zligini unutib qo'yishadi. O'zini nafsini unutadi. O'zini ovozini o'zgartiradi, tilini burab gapiradi, harakatlarni kimgadir o'xshatishga harakat qiladi, qobiliyatlarini, urf-odatlarini. Qo'yingki, o'zini unutib, birovni kopiyasi bo'lishga harakat qiladi. Bu narsa insonga faqatgina mashaqqatni, qiylanishlikni va rohatsizlikni olib keladi. Shuning uchun birodar, Alloh qanday iqtidor bergan bo'lsa, shu bilan yasha. O'zingni borincha qabul qilgan. Chunki Odam alayhissalomdan beri kelayotgan inson zoti borki, biri ikkinchisiga o'xshash bo'lmagan va bundan keyin ham biri ikkinchisiga o'xshash bo'lmaydi. Modomiki ikkita odamning surati, shakli, rangi bir xil emas ekanmi? Nimaga endi ularning iqtidorlari, qobiliyatlari, talantlari bir xil bo'lish kerak? Sen birodar yagonasan. Yer yuzida surati, rangi, ovozi va iqtidori senga o'xshagan bironta odam yo'q va bo'lmaydi ham. Sen Ahmaddan albatta farq qilasan. Sodiqga ham o'xshamaysan. Va ular ham senga hech qachon o'xshamaydi. Shuning uchun birodar, o'zingni taqlid qiynog'iga, birovga o'xshash mashaqqatiga, shu musibatlar zindoniga tashlamagin. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, qad alima kullu unasin mashrabahum. Hamma odamlar o'z suvlarini bildilar. O'zi suv ichadigan joyini bildi, o'zligini tanidi. Boshqa oyatda وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Har kimning o'z yuzlanadigan tarafi bor.
bas yaxshi ishlarga shoshilingiz. Birodar, o'zingni qiynama. Yugurishingda birovga o'xshama, qadam bosishingda birovga o'xshama, tilingni burab gapirma. Qanday yaratilgan bo'lsang shunday bo'l. Ovozing qanday bo'lsa shunday gapir. O'zgartirma. Yurishing ham o'zingniki bo'lsin, boringcha bo'l. Plastik operatsiya qilib, o'zini falonchi qo'shiqchiga yoki falonchi aktyorga o'xshatayotganlar bor. Bu o'zini o'zi qiynashdan boshqa narsa emas. Chunki seni birodar o'zingni surating faqat senga ato qilingan. Eksklyuziv bizning tilda aytganda. Bu surat senda bor. Biz taqdiringga rozi bo'l demoqchimiz. Biz taqdiringga rozi bo'l deyotganda nimani nazarda tutyapmiz? Taqdirni yozuvi birodarlar ikki xil bo'ladi. Buni avvalgi darslarda ham aytdik, yana o'rni kelganda takrorlaymiz. Vasf bo'lib yozilgan taqdir bor, vasf bo'lib yozilgan taqdir bor, hukm bo'lib yozilgan taqdir bor. Hukm bo'lib yozilgan taqdir nima? U shunday narsalarki, sen unga hech qanday ta'sir o'tkaza olmaysan, uni o'zgartira olmaysan. Bunga rozi bo'lishing kerak. Masalan, erkak yoki ayol bo'lishing hukm bo'lib yozilgan. Qaysi zamonda yashashing hukm bo'lib yozilgan. Qaysi makonda yashashing bu hukm bo'lib yozilgan. Bu narsalarga rozi bo'lishing kerak, tamom. Shakli shamoiling ham mana shunga kiradi. Boringizga rozi bo'ling. Alloh shu surat sizga berdimi? Rozi bo'ling. Rozi bo'lsangiz Alloh taolo barakot beradi. Endi vasf bo'lib yozilgan taqdir nima desa, sen birodar uni o'zgartira olasan. Unga ta'sir o'tkaza olasan. Masalan, mo'min yoki kofir bo'lishing o'zingning ixtiyoringda. Qorningni katta bo'lib ketishi yoki tekis turishi o'zingning ixtiyoringda. Savodli yoki savodsiz bo'lishing bu ham ixtiyoringda. Xullas, vasf bo'lib yozilgan taqdir u siz unga ta'sir o'tkaza olasiz. Ixtiyoringiz bilan mo'min bo'lasiz yoki ixtiyoringiz bilan kofir bo'lasiz. Ixtiyoringiz bilan ilm o'qib, ilm ahlidan bo'lasiz, ixtiyoringiz bilan savodsizlardan bo'lasiz. Shuning uchun biz birovga o'xshama, birovda qalipiga tushma deyotganimizda nimani nazarda tutyapmiz? Masalan, o'zingni fe'ling sababli, noto'g'ri ichishing sababli qanday holatga kelib qolgan bo'lsang, shunday turaver demoqchi emasmiz. Masalan, biz aytayotgandek, haddan tashqari semirib ketding. O'tirib turgani qiylanyapsan, tahorat qilgani qiylanyapsan. Endi bu Alloh shuni yozgan ekan, endi shunga rozi bo'lishim kerak ekan degan tushuncha to'g'ri emas. Yeyishingni to'g'rila, jismoniy harakat bilan shug'ullan, qorning o'rniga keladi. Mana shunisiga rozi bo'lma. Ammo birinchi taqdirni hukm bo'lib yozilganiga rozi bo'l. Mana shu fizkultura bilan shug'ullanmay qo'yganliging uchun beling egilib, kuraging mushchayib qoladi. Endi Alloh shuni qilib qo'ygan ekan dema. Buni o'zing qilib olding. Agar sen shug'ullanib turib, bu narsani yo'q bo'lishiga sabab mehnat qilganingda qomating tekis bo'ladi, qilichdek bo'lib. Shunaliga nimaga rozi bo'lish kerak, nimaga norozi bo'lish kerak? Farqiga borib olaylik. Endi Xudo bergan figura ekanda, shunga rozi, yo'q, bu noto'g'ri bu tushuncha. Chunki sen o'zing semirib olding. Endi ishimizda shunaqa arvoh odamlar ham bor. Yesa ham semirmaydi. U kiyim yarashmaydi unga. Endi bu Allohning hukmi bu. Harakat qilyapti, to'g'ri ovqatlanyapti, shug'ullanyapti va hokazolar. Lekin bo'lmayaptimi? Bunisi endi hukm bo'lib yozilgan ekan. Fe'l-atvoring, axloqingni o'zgartirishi mumkin, ammo xilqatingni emas. Sariqmisan, sariqsan qabul qil. Qoramisan, qorasan qabul qil. Bundan uyalma. Seni qora deb, sariq deb ustingdan kulayotganlar rasmni ustidan kulishyaptimi, rassomni ustidan kulishyaptimi? Seni shu rang bilan ranglab qo'ygan, shu rangni senga bergan Parvardigorini san'atini ustidan kulishmayaptimi? Shuning uchun bo'yningni qisman shalpon quloq bo'lsang, soching qo'ng'iroq bo'lsa, soching etda to'kilib ketsa, bu Allohning bergan xilqati, rozi bo'laver. Uzunsan, pakanasan. Buni o'zini holiga qo'y. Chunki bu hukm bilan yozilgan. Boringcha o'zingni qabul qil. Endi xulqing, fe'l-atvoringni yaxshi tomonga o'zgartir deb aytdik. Savol tug'iladi. Yaxshi tomon deganda nimani tushunasan? Bizga g'arbi sharqdan kelayotgan o'lchov tushunchalarni tushunasanmi? Agar yaxshi taraf deganda mana shu g'arbni, sharqni tasavvurlari deyotgan bo'lsang, bu katta muammo.
Agar sen chin musulmon bo'ladigan bo'lsang, yaxshi taraf deganda kitob va sunnatni tushunasan. Alloh va payg'ambarning so'zini tushunasan. Sahobalarni, tobiinlarni va salaf ulamolarni o'zingga andozada bilasan. Sen birodar tashqi ko'rinishingni birovga o'xshatish bilan emas, o'zingni axloqingni, fe'l-atvoringni tuzatish bilan ovora bo'l. Fe'ling Muhammad sallallohu alayhi vasallam va u zotning sahobalarining fe'liga o'xshashga harakat qil. Mana shularga taqlid qil. Albatta nafsingni vahiy bilan tarbiya qil, birodar. Endi sen o'zgartira olmaydigan narsalar bu Allohning xohishidagi narsalar. Alloh seni shunday yaratdi, seni shunday deb bilamiz. Mana shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadisi juda ham o'rnida bo'ladi aytsak. Rasululloh aytganlar: "La yakun ahadukum imma'atan." Sizlar immo bo'lmanglar. Ya'ni taqlidchi, ko'r-ko'roni taqlid qiladigan bo'lmanglar. Ya'ni odamlar nima qilsa shuni qilaveradigan odam immo deyiladi. O'ziga yarashadimi, yo'qmi farqi yo'q. Qilaveradi-da. Senga yarashmaydi uni qilig'i. Aytdi-ku, laylakni yurishi o'ziga yarashadi. Shumchig'ini qarang-da. Sakrab yurishi o'ziga yarashadi. Endi ko'r-ko'rona taqlid qayerdan kelib chiqadi? Nima sababdan odamlar taqlid qiladi birovlarga? Birinchidan, inson dindan uzoq bo'lsa, ko'r-ko'rona taqlidga beriladi. Ikkinchidan, bekarchi odam taqlidchi bo'ladi. Uchinchidan, bo'sh vaqti ko'p bo'lgan odam ham taqlidchi bo'ladi. Mashhur odamlarga bo'lgan muhabbat ham insonni taqlidchi qilib qo'yadi. O'sha prichoskasini palonchi aktyorga, yurishini palonchi futbolchiga o'xshatadi. Ibrat bo'ladigan odamlarni topmaganlar taqlidchi bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ibrat bo'ladigan odamlarni tanimaydi, shuning uchun to'g'ri kelgan odamga taqlid qiladi. Yana betarbiya odamlar taqlidchi bo'ladi. Dinni tushunmagan odamlar taqlidchi bo'ladi. Birodarlar, immo inson qanaqa bo'ladi? Bu o'zini fikri yo'q bo'lgan odam. Kimga bo'lsa ergashib ketaveradigan odam. Kim bilan bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar, men sizlar bilan birgaman deydigan odam. Taqlidchi kim bo'ladi? O'zini o'lchov tushunchasi yo'q, ochiq pozitsiyasi yo'q odam. Unga birov jinni yaxshilik qilib qo'ysa, u bilan ham ketaveradi. Birov unga zid bo'lgan odam yaxshilik qilsa, u bilan ham ketaveradi. Oshqib berib qo'ysa ketaveradi-da. Unga qilingan biror yaxshilik yoki unga qilingan biror yomonlik har tomonga buraveradi. Lekin musulmon odam bunaqa zaif shaxsiyatli inson bo'lmaydi. Beqaror bo'lmaydi, o'zgaruvchan bo'lmaydi, bemulohaza bo'lmaydi. Taqlidchi odam qanaqa odam bo'ladi? Taqlidchi odam dindorlarning ichiga kirganda qoraka bo'lib gaplashib o'tiraveradi siz bilan. Endi gunoh ma'siyat qiladiganlarning majlisiga o'tirib qolsa, shularning bittasi bo'lib ketaveradi. So'kinib gapiraveradi. Jargon, g'iybat, shikoyat. Ya'ni kimni holatiga, qaysi majlisga tushsa, shularning qalbiga tushib qolaveradi. Musulmon unaqa odam bo'lmaydi. Uni o'zini uslubi bor, qadriyatlari bor, o'zining ramkasi bor. Musulmon kishi muvozanatli bo'ladi. Palonchilarga taqlid qilmaydi. Odamlarni rozi qilaman deb to'g'ri kelgan ishga kirishib keta olmaydi. O'zining shabloni bor, o'zining andozasi bor. Hamma so'kinib gapirayotgan bo'lsa ham bu majlisda indamay o'tiradi yoki turib chiqib ketadi. Biror narsani qilsa yoki biror narsani tark qiladigan bo'lsa, maqsadi Allohning roziligi bo'ladi. Odamlar nima qilayotgan bo'lsa qilaversin. Moli davlati ko'p odam to'yini shu to'kin sochinlik bilan, ehtimol isrof bilan qilsa, uni puli bor. Endi kambag'alga balo bormi unga taqlid qilibdi? To'g'rimi? O'zi puli yo'q. Nari-beri to'yni qilyapti. Lekin odamlar qilyapti-da, biz ham qilishimiz kerak deb turib, isrofga pul sarflaydi. Bunga kim qo'ydi? Demak, shu odam taqlidchi, ko'r-ko'rona taqlid qilyapti. Odamlar qanaqa qilyapti o'zi? Hadisda aytilgan taqlid, birodarlar, la yakunu ahadukum imma. Sizlar taqlidchi, immo bo'lmanglar. Bu yerda ko'r-ko'rona taqlid aytilmayapti. Bu yerdagi taqlid faqatgina ibodat, aqida masalasida emas. Birodarlar, axloq masalasida ham taqlid bor. Yurish-turishda, kiyinishimizda, bir-birimiz bilan qilayotgan muomalada nima bor? Taqlid bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin va zira'an bi zira'in." Sizlar
o'zlaringizdan avval o'tgan ummatlarning yo'llariga qarichma-qarich, ziroma-ziro ergashib ketasizlar. Hatta law salaku juhra dobbin la salaktumu. Agar ana shu narigi toifalar bir kalta kasada teshigiga kirib ketsa, sizlar ham orqasidan kirib borasizlar. Hozir shunaqa bo'lmayaptimi, birodarlar? Qanaqa ishlar bor, musulmonga to'g'ri kelmaydigan, mana shu g'ayri dinlardan bizga o'tib qoldi. Aytinglarchi? Futbol komandasi futbol komandasi yutsa, bayroqlarni ko'tarib, ko'chalarda shovqin-suron qilib, ko'chalarni to'ldirib, mashinada signal cholib yurish. Bormi? Bor. Kiyinishda ruku qilsak, sajda qilsak, belimiz oxirigacha ochilib qolyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Sajda qilsak, yitilib ketyapti shimlarimiz torligidan, chunki ular kiyyapti-da tor. Shuning uchun biz, birodarlar, biz musulmonmiz. Biz ibodatimizga, namozimizga xalaqit qilmaydigan kiyim kiyamiz. Kiysa kiyib o'lmaydimi hammasi? Bugunchi mana shu dars tugagandan keyin, demak, men taqlidga berilsam, kimlargadir o'xshashga harakat qilib yashasam, o'zimni doimiy mashaqqatga tiqib qo'yaman ekan. O'zimni hayotimni kir qilib olaman ekan. O'zimni hayotimni fasodga uchrataman ekan degan tasavvur bilan chiqib ketinglar. Bugun yarim soat eshitgan ma'ruzalar foyda qilgan bo'ladi. Kunda bittadan tasavvurni o'zgartiraylik, bittadan. Ko'r-ko'rona taqlidning zararlari. Taqlid, ko'r-ko'rona taqlid Allohning yo'lidan chiqarib yuboradi. Ko'r-ko'rona taqlid aqli va dinida insonning zaif inson ekanligi, shaxsiyati zaif ekanligi ma'lum bo'lib qoladi. Xor bo'lib yashaydi. Taqlidchini Allohga ham qadri bo'lmaydi, odamlarga ham qadri bo'lmaydi. Taqlidchi xor bo'lib yashaydi. Allohga ham qadri yo'q, odamlarga ham qadri yo'q. Ko'r-ko'rona taqlid qilishlik haqiqatlarni idrok qilishdan to'sib qo'yadi. Ko'r-ko'rona taqlid jamiyatda tuban odamlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Narxi past odamlar ko'payib ketadi. Taqlidchi zalolat qudug'iga tushib ketadi. Taqlidchi, ko'r-ko'rona taqlid qilgan odam o'zi bir jamiyatda yashab turib, boshqa jamiyatning quli bo'lib yashaydi. O'zi musulmonlar orasida yashaydi, ammo shu kofirlarning ishlariga, urflariga taqlid qildimi, musulmonlarning ishida yashab turib, ana shu kofir yurtdagi odamlarning quli bo'lib yashaydi. Ko'r-ko'rona taqlid qiladigan odam fikriy tanazzulga duchor bo'ladi. Bunday odam chiqqan har bitta yangi narsani orqasida quvib yugurib yuradi. Har qanaqa bir g'arib narsaga o'ch bo'ladi. Hamda boshqalarning ra'yiga o'ylamasdan etmasdan ergashib ketaveradi. Natija qanday bo'ladi? Natijada o'zligini, islomiy haviyasini yo'qotadi, shaxsiyati zaif bo'ladi, yetalatma bo'ladi, tavozunsiz insonga aylanadi. Dinimiz bu narsalardan qaytargan. Aqlli, xushli musulmon kishi qilmoqchi bo'lgan ishini, mohiyatini, oqibatini fikrlab ish qiladi. Abdulloh ibn Mas'ud, mana ulug' sahobalardan. U sahoba aytadi: "Yo olim bo'linglar, yo mutaallim bo'linglar. Immo bo'lmanglar. Yo olim bo'l, dinini biladigan, yo shu olimdan dinni o'rganadigan mutaallim, talaba bo'l. Bilasan-da shunda kimga ergashib, kimga ergashmaslik kerakligini. Immo bo'lmanglar" dedi. So'rashdi: "Immo kim?" Ibn Mas'ud javob berdi: "U shunaqa odamki, men odamlar bilan birgaman" deydi. Agar ular to'g'ri bo'lsa to'g'riman, agar adashsa adashaman deydi. Men qavmim bilan bilaman deydi. Qavmi isrof qilayotgan bo'lsa ham, gunoh qilayotgan bo'lsa ham qavmi bilan. Demak, o'zini fikri yo'q. Yana bu ulug' sahoba aytdi: "Immo shamol qayoqqa essa, o'sha yoqqa ketaveradigan kishi. Bas sizlar agar odamlarning hammasi kofir bo'lib ketsa ham iymonda turinglar, immo bo'lmanglar." Shuning uchun birodarlar, tushunaylik shu narsani. Odamlar o'zlarining tabiatlarida, shakllarida xuddi daraxtlarga o'xshaydi. Daraxt qaramaysizmi? Biri uzun, biri pastroq, birining soyasi keng, birining soyasi tor. Bitta daraxtda mevasi bor, bittasiniki yo'q. Bittasining mevasi shirin, bittasiniki nordon, bittasiniki taxir. Birodar, agar sen olma bo'lsang, behi bo'lishga urinma. Seni qadring olmaligingda. Seni olma deb yaxshi ko'ramiz. Agar yong'oq bo'lsang, uzun bo'lishga harakat qilma, chunki seni narxing, qadring seni yong'oqligingda.
Birodarlar, ranglarimiz, tillarimiz, iqtidorlarimiz turli bo'lishi ham o'zi Alloh taoloning mo'jizasi. Seni birodar hech kimga o'xshamasligingni o'zi mo'jiza emasmi? Sen o'zi mo'jizasan, Allohning mo'jizasisan. Bu mo'jizani inkor qilma, taqlidchi bo'lma. Har bitta inson dunyoga kelar ekan, shakli shamoili turli bo'lganidek, iqtidor qobiliyati ham turli bo'ladi. Qaramaysizmi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalarini. Bular ham shakllari har xil bo'lgan, iqtidorlari har xil bo'lgan. Ular biri ikkinchisiga o'xshashga harakat qilmagan. O'zini boricha qabul qilgan va mana shu bor iqtidori bilan diniga xizmat qilgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu sahobalarini toqatiga qarab, talantiga, qobiliyatiga qarab turib ish tayinlaganlar. Ali ibn Abi Tolibni qozilikka tayinladilar. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuni ilm yo'liga buyurdilar. Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhuni Qur'on ilmiga buyurdilar. Zayd ibn Sobitni faroiz ilmiga buyurdilar. Xolid ibn Validni jang maydoniga yubordilar. Hasson ibn Sobit roziyallohu anhuni she'r ilmiga yubordilar. Qays ibn Sobit esa notiqlik ilmini o'rganishlikka buyurildi. Shuning uchun o'zingiz nimaga yarashingizni, nima qobiliyatingiz borligini bilingda, shu bilan diningizga xizmat qilavering. Hamma olim bo'la olmaydi. Hamma qori bo'la olmaydi. Hamma voiz bo'la olmaydi. Endi nima qobiliyating bor senda? Shu qobiliyatingga rozi bo'ldi, diningga xizmat qilib qol. Boshqalarning fe'l-atvoriga, xulqiga ko'r-ko'rona taqlid qilish, o'zgalarning yaxshi-yomon sifatlarini o'zingniki qilib olish, bu o'zingni yo'qotib qo'yish bo'ladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu jismonan nimjonroq bo'lgan. Tabiati juda ham muloyim bo'lgan, ko'ngilchak bo'lgan. Ammo shunaqa bo'lsa ham ummat uchun qanaqa xizmat qilib qo'ydi? O'zini boricha qabul qilib turib. Endi Umar ibn Xattobni qarang. Ulkan gavdalik, jussasi yo'g'on bo'lgan odam, tabiati ham qattiq bo'lgan. Bu kishi ham mana shu fe'l atvori bilan, shu shakli shamoili bilan dinini katta g'alabalarga xizmat qilib qo'ydimi? Bu ulug' insonlarni hayotiga qaraydigan bo'lsangiz, ular o'zlarini boshqalarga o'xshatishga harakat qilishmadi. Boshqalarga o'xshatishga harakat qilmadi, o'zini iqtidoridan kelib chiqib turib diniga xizmat qildi. Shuning uchun birodar, Alloh senga ato qilgan ne'matlarga rozi bo'lib, shukr qil. Agar bilsang, mana shu seni surating faqat senda bor. Shukr qil, rozi bo'l, shu ne'matlar sening ustunda ziyoda bo'ladi. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh hech bir jonga toqati ko'tara olmaydigan narsani taklif qilmas. Boshqalarni tabiiy xislatlariga ko'r-ko'rona taqlid qilaversang, o'zingni shaxsiy xislating va qobiliyating yo'q bo'lib ketadi. Irodang sinadi, fahm farosating ketadi, aql zakovating yo'qoladi. Xulosa, taqlidchi bo'lma birodar. Birovni ko'ylagini o'zingga moslama. O'zligingni yo'qotma. Chunki bu narsa doimiy azob va mashaqqatdir.